Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda 2 daqiqada Hormuzni egallashimiz mumkin. Tramp. Konstantinovka yaqinida Ukraina harbiylari taslim bo'ldi. Eron Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni kuchaytirish orqali strategik g'alabaga erishdi. U endi yo'q. Tramp Eronning yangi oliy rahnamosi o'lganini taxmin qildi. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Konstantinovka yaqinida Ukraina harbiylari taslim bo'ldi. Janubiy qo'shinlar guruhi matbuot markazi va TASS axborot agentligi xabariga ko'ra, Donbassdagi strategik ahamiyatga ega Konstantinovka shahri yaqinida Ukraina qurolli kuchlarining bir guruh harbiylari ixtiyoriy ravishda taslim bo'lgan. 2 daqiqada Hormuzni egallashimiz mumkin. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp jurnalistlar bilan samolyot bortida bo'lgan suhbatda AQSh Hormuz bo'g'ozini atiga 2 daqiqa ichida yopishga qodir ekanini ma'lum qildi. U bu fikrni Eron bo'g'oz orqali o'tuvchi kemalar uchun to'lovni joriy etishni rejalashtirayotgani fonida aytgan. Biz uni 2 daqiqada yopishimiz mumkin. Shunchalik tez yopamizki, hatto boshingiz aylanib ketadi, degan Tramp. Shuningdek, u Eron bilan kelishuvga erishish imkoniyati mavjudligini va bunday kelishuv yaqin vaqt ichida amalga oshishi mumkinligini ta'kidlagan. Eron Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni kuchaytirish orqali strategik g'alabaga erishdi. Eron global energiya bozorlariga samarali bosim o'tkazuvchi vositaga aylangan Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni kuchaytirdi, deb ta'kidlaydi agentlik. U endi yo'q. Tramp Eronning yangi oliy rahnamosi o'lganini taxmin qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronning yangi oliy rahnamosi Mujtabo Xomanaiy haqida anchadan beri hech qanday yangilik olmaganini ta'kidlab, uning vafot etganini taxmin qildi. Bu haqda u Financial Times nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Tramp intervyu davomida urush boshida va undan keyingi zarbalar oqibatida Eronning ko'p yillik oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy va ko'plab boshqa yuqori martabali mulozimlar halok bo'lganidan keyin mamlakatda allaqachon rejim o'zgarishi sodir bo'lganini aytgan. Shuningdek, Tramp Ali Xomanaiiyning o'g'li va Eronning yangi oliy rahnamosi Mujtabo Xomanaiy yo o'lgan yoki og'ir jarohatlangan bo'lishi mumkinligi haqida da'volarini takrorlagan. O'g'li yo o'lgan yo ahvoli o'ta og'ir. Biz u haqda umuman hech narsa eshitmadik. U endi yo'q, deydi Tramp. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9-mart kuni Eronda yangi oliy rahnamo saylangani e'lon qilingan edi. Ushbu lavozimni halok bo'lgan Ali Xomanaiiyning ikkinchi o'g'li 56 yoshli Mujtabo Xomanaiy egallagan. Ko'p o'tmay yangi oliy rahnamoning go'yoki jarohatlangan haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu ma'lumotni dastlab mamlakat prezidentining o'g'li inkor etgan edi. Keyinroq esa Islom Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Bag'oiy Mujtabo Xomanaiy haqiqatan ham yaralanganini, biroq o'zini yaxshi his qilayotganini ma'lum qildi. 17-mart kuni Eron Tashqi ishlar vazirligi mamlakatning yangi oliy rahnamosi salomatligi joyida ekani va tez orada jamoatchilikka murojaat qilishini bildirdi. Biroq 20-mart kuni AQSh milliy razvedkasi rahbari Tulsi Gabbard Mujtabo Xomanaiiyning ahvoli bo'yicha bayonot berib, u jiddiy jarohat olganini aytdi. Netanyahu Isroil armiyasi jiddiy yo'qotishlarga uchrayotgan bir vaqtda Livan janubida hujumni kuchaytirishni buyurdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Livan janubida hujumni kuchaytirish haqida buyruq berdi. Ayni paytda xorijiy matbuot Isroil armiyasi ushbu operatsiya davomida jiddiy yo'qotishlarga uchrayotganini yozmoqda. Isroil tomonining bildirishicha, operatsiyaning asosiy maqsadi bosqin xavfini oldini olish va tankga qarshi raketa zarbalarini mamlakat chegarasidan uzoqlashtirish. Biroq Military Watch magazin nashriga ko'ra, Isroil qo'shinlari Livandagi quruqlik operatsiyalari davomida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, ularning Merkava tanklari yo'qotishlari so'nggi 40 yildagi eng yuqori darajaga chiqqan. Zirhli texnika esa muntazam ravishda tankga qarshi raketalar va boshqa vositalar qo'llaniladigan tuzoqlarga tushib qolmoqda. Qayd etilishicha, qarshi tomon kichik va harakatchan guruhlar bilan tayyorgarlik ko'rmoqda. Ular oldindan pozitsiyalar tayyorlaydi va kolonnalarga zarba berib tezda chekinadi. Bu esa Isroil qurolli kuchlarining hujum sur'atini sezilarli darajada sekinlashtirmoqda. Qo'shimcha ravishda hududning murakkab geografik joylashuvi hamda zich qurilish sabab tanklar samaradorligi cheklanmoqda. Natijada Isroil qo'shinlari ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur bo'lmoqda.
Tramp Eron neftini nazoratga olish rejasi borligini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron neftini Venesueladagi ssenariy asosida nazoratga olishni istashini bildirdi. Rostini aytsam, men Eron neftini nazoratga olishni istardim, lekin ayrimlar bu nima uchun kerak deyishmoqda. Ular noto'g'ri fikrda, dedi Tramp Financial Times nashriga bergan intervyusida. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Tramp bu rejani AQSh Venesuelada amalga oshirgan harakatlar bilan taqqoslagan. U yerda Washington muayyan hudud neft sohasini nazorat qilishni ko'zlagani aytilgan. Shuningdek, Tramp AQSh Eronning asosiy neft eksport markazi hisoblangan Xark orolini egallab olish imkoniyatini ham istisno qilmagan. Ma'lumot uchun, AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi 1 oydan beri davom etmoqda. Bu vaqt davomida tomonlar o'zaro zarbalar almashmoqda. Mojaroning keskinlashuvi natijasida Ormuz bo'g'ozi orqali dengiz tashuvlari deyarli to'xtab qolgan. Katta yo'qotish. Eron $500 million AQSh samolyotini yo'q qildi. Eron AQShning E-3 AVAX samolyotini yo'q qildi. Bu haqda Military Watch magazin xabar berdi. Eron ommaviy axborot vositalari AQShning E-3 AVAX havo orqali erta ogohlantirish va boshqarish samolyoti ekanligini da'vo qilayotgan fotosuratlarni e'lon qilgan. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, samolyot Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasiga qilingan hujumda jiddiy zarar ko'rgan. Suratlarda samolyot tom ma'noda ikkiga bo'lingan ko'rsatilgan. Agar rasman tasdiqlansa, bu tarixdagi E-3 samolyotining birinchi jangovar yo'qotishi bo'ladi. Ma'lumot uchun, AVAX havodan ogohlantirish va boshqarish tizimi qisqartmasi bilan mashhur bo'lgan Boeing E-3 Sentry asosan ulkan uchuvchi qo'mondonlik punkti va radardir. Tomdagi ulkan aylanuvchi radar tufayli samolyot yerdagi radarlarga ko'rinmaydigan past uchuvchi nishonlarni aniqlay oladi. Uning aniqlash masofasi 400 kilometrdan oshadi. Statsionar radarlardan farqli o'laroq, AVAX dunyoning istalgan nuqtasiga tezda joylashtirilishi mumkin va ballistik raketa bilan yo'q qilish qiyinroq. Bortdagi ofitserlar qiruvchi samolyotlarning harakatlarini muvofiqlashtiradi, ularni nishonga yo'naltiradi, parvoz paytida yonilg'i quyishni boshqaradi va havo maydoni xavfsizligini kuzatadi. To'liq jihozlangan eng so'nggi avlod samolyotining narxi $400-500 million yoki undan ko'proqqa baholanmoqda. Eronning Saudiya Arabistonidagi aviabazaga hujumi ham Amerika ommaviy axborot vositalari tomonidan tasdiqlangan.